Viloyatimizdagi korxona, tashkilot va muassasalarda aholi turar joylarida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Belgilangan dastur doirasida jami 419 ta ko'p kvartirali uyda joriy va mukammal ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan. Rejaga muvofiq 176 ta uyning tom qismi, 642 ta kirish yo'lagi ta'mirlanadi. 230 ta temir eshik o'rnatiladi, 1048 kvadrat metr romlar yangilanadi. 239 elektr taqsimlash uskunalari, 129 ta yer osti qismidagi muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari ta'mirlanadi. 116 ta uylarning fasad qismi yangilanib, 1620 dona energiya tejamkor chiroqlar o'rnatilishi belgilangan. Hozirgi kunga kelib 101 ta ko'p qavatli uyga xizmat ko'rsatamiz Farg'ona shahrida. Bulardan kuz-qish tayyorgarlik bo'yicha 25-26 yil kuz-qish dasturiga 36 ta ko'p qavatli uylarimiz tushgan. Kapital ta'mirga tom, kirish yo'laklari, temir eshiklar va framogalar. Shulardan oxirgisi Istiqlol mahallasi Qodiriy ko'chasi 89-uyda kirish yo'laklari framogalar qo'ygandi. Hozirgi kungacha 89-uyimizda kuz-qishga tayyorgarlik maqsadida tom qismi yopildi, kapital ta'mirlandi. Elektr kabellari asosiy shitdan tortib kirish yo'laklarigacha bo'lgan shitlar hammasi yangilandi. Sababi uy qurilgandagi eski kabellar bo'lgancha hammasi yangi kabellarga 16/4 kabellarga almashtirildi. Tomi bo'ldi. Kuz-qish mavsumiga Xudo xolasa betalafot o'tkazishga tayyor bo'lamiz. Farg'ona viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi ma'lumotlariga ko'ra, hozirgacha 419 ta uydan 394 ta uyda ta'mirlash ishlari to'liq bajarilgan. Viloyatimizda jami 8 ta issiqlik qozoni va 2,8 km issiqlik tarmoqlarini ta'mirlash rejalashtirilgan bo'lib, shundan 4 tasi mukammal, 4 tasi joriy ta'mir hisoblanadi. Bunda 1,2 km issiqlik tarmog'i mukammal, 1,5 km esa joriy ta'mirlanyapti. Boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda kommunal qurilish ta'mir servis kompaniyasi tomonidan kirish yo'laklari, framuga romlari, tom qismlari, issiqlik tizimlari ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Inspeksiya tomonidan bajarilayotgan ishlarni, kamchiliklarni aniqlab, joyida bartaraf qildirib bormoqdamiz. Viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 2 dona quvvati 1,8 megavatli qozonlarni ko'mir yoqilg'isiga moslashtirish va o'rnatish ishlari to'liq yakunlangan. Kuz-qish mavsumida Farg'ona viloyatida 4 ta qozonxona ta'mirlash ishlari belgilangan. 1 km 200 tarmoq va 4 ta qozon ta'mirlash rejaga kiritilgan. Bu rejalar doirasida hozir mukammal ta'mirlash ishlari to'liq yakunlandi. Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada 1-2 ta quvvati 1,5 megavat bo'lgan 2 ta isitish qozoni mukammal ta'mirdan chiqarildi. Bu ta'mirdan chiqarilgan qozonimiz orqali 1,5 ming kvadrat issiqlik maydoni to'liq issiqlik bilan kuz-qish mavsumida to'liq ta'minlanadi. Bu kabi ishlar aholini, ijtimoiy soha obyektlarini kuz-qish mavsumida barqaror issiqlik bilan ta'minlash va kommunal tizimlarning uzluksiz faoliyatini ta'minlashga xizmat qiladi.